Mamlakatimizning Yaponiyadagi elchixonasi ko'magida 8-bor o'tkazilgan Tokio xalqaro san'at festivali doirasida Tokio teleminorasida O'zbekiston madaniyati va musiqasiga bag'ishlangan madaniy tadbir tashkil qilinib, unda Gler nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan musiqiy akademik litsey direktori boshchiligidagi yurtimiz san'atkorlari ishtirok etdi. Tafsilotlar muxbirimiz safhasida. Konsert dasturida Gler nomidagi respublika ixtisoslashgan musiqiy akademik litsey sozandalari tomonidan Tanovar, Hayrona, Farg'ona ruboiysi kabi milliy kuylarimiz hamda o'zbek ijodkorlari tomonidan bastalangan Sharqona fresko va Ningni o'zbek-yapon qo'shma musiqiy loyihasi taqdim qilindi. Shuningdek, qonun, doira va g'ijjak kabi milliy cholg'u asboblarimiz haqida ma'lumot berildi. Biz har yili Tokio xalqaro san'at festivali doirasida O'zbekiston va Yaponiya kuy va musiqalarini kollaboratsiya qilgan holda yapon hamjamiyatiga taqdim qilib kelyapmiz. Bu yilgi tadbirda bevosita O'zbekistondan Gler nomidagi respublika ixtisoslashgan musiqiy akademik litseyning mohir sozandalari ishtiroki unga o'zgacha shukuh berib, festival mavqeyining oshishiga katta ko'mak ko'rsatdi hamda ishtirokchilar orasida iliq taassurot qoldirdi deb o'ylayman. Xususan tadbirda yurtingizning milliy musiqalari bilan bir qatorda O'zbekiston, Yaponiya ijodkorlari tomonidan ishlab chiqilgan bir qancha qo'shma ijodiy mahsulotlar ham ommaga taqdim qilindi. Biz bundan keyin ham O'zbekiston bilan madaniy sohada doimiy hamkorlik qilib, yangi qo'shma loyihalarni ishlab chiqishga tayyormiz. Bundan tashqari, mehmonlarga yurtimiz turistik salohiyati, so'nggi yillarda ushbu sohada amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar haqida batafsil ma'lumot berildi. Hamda O'zbekistonga marhamat nomli videoroliklar namoyish qilinib, turistik bukletlar tarqatildi. Tadbir Yaponiyaning ommabop raqamli telekanallaridan biri J-Com tomonidan keng yoritildi.